Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Shaftoli bog'idamiz. 10 yillik shaftoli Adarzonadamiz. Bugungi 21 oktyabr sanasiga ekan. Hop, noto'g'ri kesish. Mana bizdan oldingilar kelib noto'g'ri kesib ketgan. Liderlar hammasini kesib olgan. Ba'zi daraxtlarda mana ichkariga qaragan suruvchi shoxi uchini kesib qoldirib qo'ygan. Umuman ichkariga yillar davomida quyosh kirmagan. Mana shu hisobga mana kasallik ichkarida to'lib, bog'i qismati yakunlanishga yaqin holatda kelib qoldik. Endi shu holatiga Alloh nasib qilsa biz ichini ochib beryapmiz. 4 litrli usulga o'tyapti bu bog'. Yangi 4 litrli usulga aynan mana qisman bo'lsa ham ochishga harakat qildik. Mana ba'zi birlarini mana shu holatda ichini ochib oldik. Liderlarni kelasi yildan saralaymiz. Hozircha maksimum darajada lider qo'yilgan. Ya'ni liderni ko'proq qo'yganmiz. Daraxt sog'lom holatga qaytganda yelimlarni to'xtatish darajasiga kela olganimizdan keyin Xudo xolasa inshaalloh keyin mana bu pastki stollarni hammasini yangilaymiz bularni. Bu hosildan keyin mutlaqo olib tashlaymiz buni. Mana shu holatda buni sherigi ro'parasidagi lider bo'ladi. X shaklda bo'ladi. Buni sherigi, buni to'g'risidagi lider bo'ladi. 4 liderli usulda bo'ladi. Bunga Alloh nasib qilsa 2 yilda erishish mumkin. Agar bog' sog'lom holatda qolsa, mana kesilgan xatoliklar mana bog'ingizga juda qimmatga tushyapti. Noto'g'ri kesishi hisobiga sizlarga ham iltimos qilardim. Bunaqa tartibda kesish, ayniqsa bu iyul o'rtakina bo'lgani uchun kechki kesish amalga oshirmaslik kerak. Ya'ni kechki kesishda hech qanaqasiga yangi novda sura olmaydi. Faqatgina siyralashtirish kesishini amalga oshirish mumkin xolos. Bog' tepalardagi hozir biz daraxtlarni kichikroq holatdagisini ko'ryapmiz. Ya'ni suv kam yetib kelgan joydagi tevadagi daraxtlar bundan ham quvvatli, liderlar bundan ham ko'p tevadagi holatda. Mana ba'zi joylarda ichki shtamp ichkariga qo'yilgan shox juda ko'p qo'yib yuborilgan. Ichkariga o'z-o'zidan shaftolida shox qo'yilmaydi. Kosa simon ochilgan, ba'zi holatda juda ham keng ochilgan. Bu ham noto'g'ri, haddan tashqari keng ochilgan. Bu daraxtlarni mana xuddi shu holatda mana sinib yotibdi. Xuddi shu holatda sinib kelishga olib keladi. Daraxtlar sinib ketgan. Aynan shu holatda. Alloh nasib qilsa qo'ldan kelgancha bog'i qayta sog'lomlashtirish ishlariga qayta bog'i tiklanish holatiga harakat qilamiz. Tavsiyalarni berdik. Mana shu holatda hozir buni hech qanaqasiga 4 liderga o'tkazib bo'lmaydi. Ya'ni 3 ta lideri bor, 4-lideri yo'q. Bu yerdan yangi novda surib chiqish kerak. Bu yerda hali yaxshi fungitsiya bilan ishlov berilgandan keyin, bordo bilan ishlov berilgandan keyin, yelimlar, kasalliklar yo'qolgandan keyin, biz sog'lom bo'lgandan keyin kuchli kesish amalga oshiramiz. 1 yil bog'i qaytadan shaklini joyiga keltira olamiz. Bu narsaga 3 yil kerak bo'ladi, hurmatli bog'bonlar.